Hammaga assalomu alaykum. Siz bilan sizning rus tili o'qituvchingiz Zarina Ismoilovna. Biz sizlarni barcha savollarni yig'dik va bugungi videoda shu savollarga javob beramiz. Demak, endi bizning YouTube kanalimizda rubrika "Ответы на вопросы" degan rubrika bo'ladi. Boshladik. Birinchi savol. Vaqti kam, ishdan ortib o'qishga vaqt ajrata olmaydi. To есть nima qilish kerak? To'g'rimi? Gap shundaki, hech qanaqa sirli sir yo'q. Agarda siz o'qimoqchi bo'lsangiz, например, karyerniy rust xohlaysiz, o'sishni xohlayotgan bo'lsangiz, demak, siz o'sha ish kuningizni juda ozgina kaltalatishingizga to'g'ri keladi. Kamroq uxlashingizga to'g'ri keladi, yoki sal chaqqonroq bo'lishingizga, kamroq Instagramda o'tirishingizga, yoki kamroq, например, har xil o'yinlarga, playboxda o'yinlarga o'ynashingizga, shu kamroq bo'lishingizga to'g'ri keladi. To есть hech qanaqa sirli sir yo'q. Hech kim kelib bo'ldi, men endi hozir siz o'rningizga ishlayman, siz bemalol o'qiysiz degan unaqa odam kelmaydi, kutmang. Поэтому agarda vaqtingiz kam, lekin siz o'qigingiz kelyaptimi, ilojini topa olasiz. Yoki boshqa ishga kiring. Aynan o'sha ishda, например, kamroq band bo'lsangiz agar, lekin agarda siz yaxshi ishchi bo'lsangiz, например, o'zingizni ish beradigan работодателingizga aytsangiz, например, men o'qimoqchiman, например, rus tiliga bormoqchiman. Menga, например, 1 soat meni ertaroq qo'yib yuboring, yoki men 1 soat kechroq kelaman desangiz, agar siz yaxshi ishchi bo'lsangiz, albatta xursand bo'lib sizga ruxsat berishadi o'qishingizga. Ikkinchi savol. Maqsadlari katta, lekin dangasa va mas'uliyatsiz. Sanite, bu yerda xato. Maqsadlari katta, lekin dangasa va mas'uliyatsiz. Odam o'zi hal qiladi. Qaysi biri og'irroq, dangasa va mas'uliyatsizligimi, yoki maqsadlari ko'pmi? Agarda o'zi, men har doim aytaman, dangasa va mas'uliyatsiz odamlarni ko'chaga haydab yuborish kerak. Bir tiyin pulsiz, mayli, хотя бы bitta oyoq kiyim tapichka berib, ularni полностью ko'chaga haydab yuborish kerak. Nimaga? Aynan shundan keyin ko'chada qolib, to'qchilik aslida, to'qchilik uchun juda ko'p harakat qilish kerakligini bilganidan keyin riska mas'uliyatli bo'lib ketadi. Men har doim aytaman, mas'uliyatsizligingiz yoqmayaptimi? Mas'uliyatli bo'ling. Поэтому bu yerda hech qanaqa yo'q, savet, maslahat yo'q. То есть siz tanlaysiz, или siz dangasa va mas'uliyatsizsiz, или siz o'sha maqsadlaringiz sari например, yo'l olgingiz kelyapti, qadam bosgingiz kelyapti. Lekin aslida nimaga o'zi tarjima qiladigan bo'lsak, bu yerda nima gap bor? То есть aslida biz dangasa va mas'uliyatsizman deb bu ma'noni nomladik. Aslida o'quvchi o'sha maqsadiga erishishiga o'zini ko'zi yetmayapti. Nimaga? Nimaga unaqa? O'quvchi emas, odamlikda ko'zi yetmayapti. Nimaga? Потому что umrida bir marta ham bitta ishni oxirigacha bajarmagan, sabrsiz, qunti yetmaydi. O'tirib, например, bitta narsani oxirigacha qilish kerakmi? O'tirib, например, kompyuterda 3 soat ishlash kerak, lekin u buni qila olmaydi. Chunki uni qunti yetmaydi, sabri yetmaydi, chalg'ib qoladi, zerikib qoladi, charchab qoladi. Tushunasizmi? Aslida, например, bolaga bu xos va mos. Men charchab qoldim, o'qigim kelmayapti. Men charchab qoldim, uxlayman, например, yozgim kelmayapti hech narsani-da. Bu bolajoni ishi. Gap shundaki, bolajon hech qanaqa katta maqsadlar qo'ya olmaydi, o'sha maqsadlar sari yura olmaydi. Поэтому aslida siz men dangasaman deb aytishingiz, lekin maqsadlarim bor deganim, bu aslida shu maqsadlarga erishamanmi yo'qmi bilmayman deb aytayotganingizdir. Поэтому hal o'zingiz qilasiz. То есть siz o'sha maqsadlarga erishasizmi yoki yo'q. Agarda siz, например, o'sha maqsadingizga erishish yo'llarini ikir-chikirgacha yozing. Там, например, agarda men ministr образования bo'lish xohlasam, demak, men o'qimishli odam bo'lishim kerak. O'qimishli odam bo'lish uchun nima qilishim kerak? Zo'r institutda o'qishim kerak, aspiranturani bitirishim kerak, magistraturani bitirishim kerak. Meni, например, tajribam juda ham yuqori bo'lish kerak, yaxshi ishxonalarda. Всё, уже yo'l bor. То есть направление bor. Faqatgina o'sha направленияda yurish uchun sizga kuch kerak. Bu kuch sizda bor, chunki dangasaligingiz sizga yoqmayapti aslida. 3-savol. Hozirgi sharoitga ko'nmaydi, nimadir o'zgarish kiritmoqchi hayotiga. Hozirgi sharoitga ko'nmaydi, bu именно moddiy tarafdan. To'g'rimi? Demak, hozirgi moddiy tarafdan, hozirgi sharoitga ko'nmaydi, hayotini qanaqadir o'zgartirmoqchi.
Bilasizlarmi, bilmayman buni o'zi internetga unaqa baralla aytish mumkinmi yo'qmi, lekin baribir aytaman. Qori ishchilari vaqti tugadi. Bu og'ir mehnat. Ko'cha supurish bu juda ham og'ir mehnat. Fermer bo'lish bu juda ham og'ir mehnat. Farrosh bo'lish juda ham og'ir mehnat. Magazinda ishlash og'ir mehnat. Например, o'zi mana bunaqa qora ishlari bajarish bu juda ham katta irodali odamlar ishi aslida. Bu og'ir ish juda ham. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Например, o'zi hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda siz ishlashingiz kerak bo'ladi. O'zingizga rahm qilmang. Например, men hozir o'sha yerda ishlasam nech pul oliy bo'larkin? 100-300 ming oliy bo'larmikin? 500 ming bo'larmikin? U menga nimaga yetarkin? 500 mingga ishlash o'rniga prosta yotib qo'ya qolmaymanmi? Qanaqa jinni ishlaydi unaqa mayda pulga deb o'ylashdan to'xtab, prosta nech pul 500 so'm bo'lsa ham oyiga shart o'rningizdan turib ishlashni boshlashingiz kerak bo'ladi. Eslataman, что qora ishchi bo'lib ishlashingizga kuchingiz yetmaydi ko'p. То есть qiynalib qolasiz. Поэтому bu degani baribir, например, ofisda ishlaydigan bitta ishchi, например, kassir bo'lishingiz mumkin, buxgalteriya хотя og'ir yo'nalish. Например, qanaqa sotuv menejeri bo'lishingiz mumkin, administrator bo'lishingiz mumkin, lekin uning uchun siz albatta muomalali bo'lishingiz kerak. Muomalali bu har doim o'qimishli odam va tillari bilishingiz kerak bo'ladi. Siz hozir aytyapsiz, men moddiy tarafdan qiynalyapman, hayotimni o'zgartirmoqchiman. Qanaqasiga siz borib qayerdadir o'qiysiz. Bu nima degani? Demak, siz hozirgi birinchi qadamingiz ishlaysiz. Birinchi duch kelgan ofitsiantlik bo'lsa ham bo'ladi. Bu ham og'ir mehnat, lekin bu halol mehnat bu ham. Ishlaysiz, pul to'playsiz va o'qishga kirasiz. Gap shundaki, ba'zida odamlar murakkabligini ko'rib, например, o'sha maqsadim juda ham ko'p murakkabliklarga to'la ekan deydi-da, o'zini maqsadidan, orzusidan kechadi. Va albatta o'sha odamlarni katta bo'lganida 50-60 yoshda bo'lganida ular juda ham baxtsizligini va ular juda ham noto'g'ri ish qilganini anglaydim. Agarda siz o'sha odamlar qatoridan bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu videoni ko'ring и всё, unuting aytgan gaplarimni. Lekin agar rostdan ham moddiy tarafdan qiyinchiligingiz bo'lsa va siz hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, demak, sizga birinchi bosadigan qadamingiz haqida men aytdim. Boshlang. 4-savol. Tushunarli. Chetga bormasdan ham yaxshi pul topmoqchi. Chetga bormasdan ham yaxshi pul topmoqchi bo'lib, yaxshi pul topadigan odamlar juda ham ko'p. Chetga borish bu albatta yaxshi, agarda siz u yerda og'ir mehnat qilmasangiz. Qachon chetda og'ir mehnat qilmaysiz? Agarda o'qimishli bo'lsangiz, o'zingiz sohangizda professional bo'lsangiz, u yerda ham o'sha sohangizda bemalol ishlasangiz bo'ladi. Lekin hech qanaqa sohada siz professional emassiz, dangasalik bo'yicha professional bo'lsangiz, u demak chet davlatda ham shunaqa qora ishchi bo'lishingizga to'g'ri keladi. Поэтому agarda siz kerak emas o'zi chetga chiqish demoqchiman. Shu yerda ham zo'r yashasa bo'ladi. Yashayapti-ku odamlar, to'g'rimi? Lekin agarda siz bizni vatanimizda yaxshi ishlab, например, o'zingizga xohlagan narsalaringizni olib, yaxshi yashamoqchi bo'lsangiz, demak, siz o'qimishli odamlar ro'yxatida bo'lishingiz kerak. Tillari bilishingiz kerak, muomalali bo'lishingiz kerak, subordinatsiya nimaligini bilishingiz kerak, kompyuter yaxshi bilishingiz kerak. То есть, оказывается, хотя бы qanaqadir yo'nalishda, например, хотя бы administrator bo'lib ishla olasiz, chunki administratorlar ham yaxshi oylik oladi. Yana bitta minus, men o'zim eslayman, birinchi ishni boshlaganimda meni oyligim 300 ming so'm edi. Lekin qarabsizki, 10 yildan keyin men hozir shu yerda YouTube kanal uchun, ikkinchi YouTube kanal uchun desa ham bo'ladi, video olaman. Nimaga? Потому что rus tilida zo'r gap bor, терпение и труд все перетрут. Agarda siz sabr qilib mehnat qilsangiz, albatta o'zingizni maqsadingizga erishasiz. Поэтому o'tirib, nima qilsam-ekan, qanaqa qilsam-ekan deb vaqtni behudaga ketkazmay, o'sha hozirdan birinchi qadamni bosing. Farqi yo'q kim bo'lib ishlaysiz, lekin o'sha birinchi qadamni bosish kerak. Keyin hammasi to'g'rilanib ketadi. Ilm olishga moddiy tarafdan qiynaladi, ota-onasidan ham so'rashga uyaladi. Bu juda ham katta muammo. Nimaga? Потому что o'zi bola ota-onadan so'rash kerak emas pul o'qish uchun. Tushunyapsizmi? So'rash kerak emas. Ota-ona o'zi
da aytish kerak, "Yo'q, o'qiysan, nimadir qilasan, da pul topamiz." O'zi bola pul yo'q degan narsani tushunmasligi ham kerak. To есть bu so'z tanish, lekin u anglay olmasligi kerak bola. O'zi aslida 20 yoshgacha biz bola hisoblanamiz. Tushunmaslik kerak bu o'zi nima degani. Agarda siz например shunaqa bolasiz, ota-onangiz sizni o'qishingizga pul ajratmaydi, siz uyalasiz ularga bu haqda aytishga, lekin siz o'qimishli odam bo'lmoqchisiz. Nima qilsa bo'ladi? Birinchi o'rinda sabr. Конечно же, ota-onangizdan agarda pul so'rashni boshlasangiz, men sizga aytib beraman nima bo'ladi. Birinchi o'rinda pul berishadi, urishib sizni o'qib olim bo'larmiding, потому что bu shunaqa mentalitet, bu shunaqa fikr yuritish. Tushunasizmi? Ular uchun siz o'qimishli bo'lishingiz unaqa katta plus emas. O'qib olim bo'larmiding, seni uylantiramiz bo'ldi. Bo'lani ADN например ishini davom ettirasan, tam hokazo har xil gaplar aytishi mumkin. То есть ular sizga yordam beradi bir marta. Всё. O'quv markazlariga borsangiz har oy to'lov qilish kerak. Institut o'qisangiz har yili kontrakt to'laysiz misolda. Sessiya topshirsangiz bir yilda 2 marta sessiya topshirasiz. То есть pul bo'lmaydi. Bo'lsa ham juda ham yig'latib hamma kaltanglar siz boshingizni sinadi, minnatli bo'ladi, bu juda ham qiyin. Поэтому в первую очередь примите мои соболезнования. Men juda ham afsusdaman shunaqa ota-ona sizda borligidan, lekin buni yechimi bor. Sabr qiling. Nima hunaringiz bor? Например, balkim siz nimadir pishirishni bilarsiz. Например, или erkak kishimisiz, например, qanaqadir stuchkalar yasang, например, olishadi odamlar. Qanaqadir hunari, например, bor. O'sha hunarmandlarning oldiga men siz oldingizga kelib yordam beraman desangiz ham xursand bo'ladi. O'rgatadi sizga o'sha hunarini. Nimadir o'rgadim, o'sha pul ishlashni farqi yo'q. 1000 so'mmi, 10 ming so'mmi, 5 ming so'mmi ishlashni boshlang va pul to'plang o'zingiz uchun. Tushundingizmi? Faqat shundan keyin siz o'zingizning maqsadlaringizni ro'yobga chiqara olasiz. Bu ochiq haqiqat. Eslatib o'taman, что meni juda ham tanishlarim ko'p, o'rtoqlarim ko'p. Hammasi muvaffaqiyatga erishgan odamlar, ota-onasi ularga o'qish uchun deyarli bir tiyin pul bermagan shunaqa oilalari farzandi. Lekin ularda hozirgi kunda hamma narsa bor. Bu degani siz ham ular orasida bo'lishingiz hech gap emas. Ikkinchi savol. Darslarni boshlashdan oldin doimiy qo'rquvda o'rganib keta olamanmi degan. O'zi har doim qo'rquv haqida gapiradigan bo'lsak, buni sababini aniqlash kerak. Давайте men hozir sanab o'taman. Siz aytasiz, qaysi biri sizda bor? Balkim hammasi bordir. Demak, savolimiz o'qishni xohlayman, lekin qo'rqaman har doim. O'rgana olamanmi va oxirigacha yetkazamanmi? Shunaqa savol, to'g'rimi? Bu qo'rquv qayerdan? Birinchi o'rinda, agarda bola maktabda yaxshi o'qimagan bo'lsa, unda rivojlanmagan, o'qishga mehr, qunti yo'q, sabri yetmaydi, bitta narsani bajarishga. Поэтому odam o'zi aslida o'zini juda ham zo'r biladi, zo'r taniydi, u aytadi. Men umrimda maktabni bir amallab ati-batishli soldati qilib bitirgan odamman. Men qanaqasiga endi bitta olim bo'lib, bitta zo'r o'qib, bitta zo'r bo'lib ketaman. Ko'zi yetmaydi o'ziniki. Chunki o'zini juda ham zo'r taniydi, qanaqaligini biladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bunaqa qo'rquv kimda bo'ladi? Ota-onasi bolani shu kichkinligidan sen o'qib olim bo'larmiding, sen kimman bo'lasan, to есть o'qishga borish zarurligini, o'qimishli bo'lish zarurligini eslatmagan ota-onani farzandlarida bo'ladi. Kritika ko'p bo'lgan, например, bolasi she'r aytib beryapti. She'r, например, 200 ta so'zdan iborat. Ota-ona, например, shu 199 ta to'g'ri aytgan so'zga ahamiyat bermayapti, shu bitta noto'g'ri aytgan so'zga ahamiyat beryapti-da, bolasini urishyapti. Shunaqa odamlarda bu muammo bo'ladi, qo'rquv bo'ladi. Uchinchisi, har doim nimadir boshlab, lekin oxirigacha qilmagan. Bir kerak bo'lsa idish yuvishni boshlab oxirigacha bajarmagan. Ovqat qilishni boshlab oxirigacha bajarmagan. To есть yetmaydi sabri. To'rtinchi o'rinda kimda shunaqa qo'rquv bo'ladi? Например, agarda odam tushunyapti, что uni juda ham katta, uzun yo'l kutyapti, juda ham uzun yo'l kutyapti. O'sha yo'lni kezganida unga sabr kerak, matonat kerak bo'ladi. Например, va odam tushunadi, что u uzoqqa cho'zilmaydi.
То есть da men harakat qila olaman tam 1 oy davomida, lekin men dalishi bo'lishi keta olmayman. Shuning uchun bu qo'rquv paydo bo'ladi. Endi nima qilish kerak? Hamma narsa sizni qo'lingizda. Bilaman, sizga bu yoqmayapti bu gapim. Siz mana bunaqa gap eshitgingiz kelyapti-da. Men sizga hozir mana bu 3 ta yo'lni aytaman. Siz o'zingiz bilmagan holatda hammasi zo'r bo'lib ketadi degan mana bunaqani sirli bilgingiz kelyapti-da. Lekin bu sirli sir yo'q. Tushuning shuni, yo'q bu narsa. Поэтому, demak, eng qo'rqadigan narsamiz to, что barcha javobgarlik bizda. Lekin bu bizni qo'rqitadi ham, lekin bu yerda juda ham katta plus bor. Demak, biz hal qilamiz. Yetib boramizmi, yo'qmi? Demak, o'qish qanaqa davom etish kerak? Например, siz har kuni shug'ullanasiz, ko'p vaqt emas. Например, agarda siz rus tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning super rus tili onlayn maktabimizda 30 kun davomida unaqa murakkab mavzular bo'lmaydi. Siz ko'rasiz, bu oson murakkab mavzular emas. Men ularni o'zlashtirdim, vazifalarni bemalol bajardim, matnlari tekstlarni tarjima qila oldim. Demak, siz уже o'zingizga ishonchingiz oshib boradi. O'zimizga ishonchimiz bu har qanaqa nuqtalari zavq etishimizga yordam beradigan hisdir. Tushundingizmi? Demak, оказывается, agarda biz endi hayotimizni boshqatdan qurishni boshlayotgan bo'lsak, nimadir o'rganganimizda, обязательно bu oson bo'lishi kerak birinchi o'rinda va biz har kuni uzoq vaqt davomida emas, 1 soat, 1,5 soat yetadi. Bu ko'p уже. Biz shug'ullanishimiz kerak. Har doim bu birinchi qadam, например, har doim yodingizda tursin. Agarda siz qanaqadir, например, maqsadingiz sari o'sha yo'ldan adashdingiz, bu degani o'sha yo'lga har doim qayta olasiz. И, конечно же, o'quvchi dam olishni ham bilish kerak. Например, siz aytishingiz mumkin, "Vo, da, zrnismana, mana shunaqa bo'lgan, ota-onam tam shunaqa bo'lgan, tam va boshqa." Biz уже katta bo'ldik, ota-onani anaqa qilishdan to'g'ri yo'q уже, da, aybdor qilishdan. Shunaqa bo'ldi всё. Va har qanaqa ota-ona baribir o'ziga bolasiga yaxshilik tilaydi. Поэтому bu narsani yopamiz va hozir o'zida katta odamga aylanamiz. Hozir o'zida bizga murakkablik tug'dirmaydigan, biz uddala oladigan narsalardan o'qishni boshlaymiz. Bu birinchi qadam. Va sekin уже bu, например, yo'nalishdagi nagruzkamiz уже oshib boradi. Agar siz yaxshi joyda o'qisangiz, ustozingiz albatta shu nagruzkani sizga to'g'ri taqsimlab bera oladi. Oxirgi savol. Ko'p ishlarga ish so'rab borganda til bilmasligi uchun qabul qilishmaydi. O'zi bu odamni shu savol berishga vaqti borligiga men hayronman. Agarda menda, например, qanaqadir tilni bilmaganim uchun meni ishga olishmaganida, men bu haqda, например, hech qanaqa ustozga hech kimga aytmagan bo'lardim. Nimaga? Chunki men band bo'lardim tilni o'rganish uchun. То есть, смотрите, bu savolni bergan odamni поведенияsi qanaqa, o'zini tutishi qanaqa. Вот ikkita поведение. Вот hammasi bezbet. Ularga faqat shu til bilsangiz ishga ola oladi. Men bechora nima qilsam bo'ladi? Men tilni bilmayman-ku, nima qilishim mumkin? Mening imkoniyatim yo'q, moddiy tarafdan imkoniyatim yo'q, va hokazo. Menda, например, uyda sharoit yo'q bajarish uchun, o'qish uchun, men qayerga borishni bilmayman. То есть bu o'zi kichkina odamni, hali katta bo'lmagan odamni fikri yuritishi. Katta bo'lmagan odam hech qachon katta odamdagi yaxshi ishlarda ishlab, yaxshi maosh ola olmaydi. Tushundinglar-da? Вот meni birinchi reaksiyam bu qanaqasiga sizda vaqtingiz bor shu savolni berishga. Chunki siz yotib olib o'qishingiz kerak. Farqi yo'q qatta. Farqi yo'q. Gap shundaki, yaxshi o'quvchiga yomon ustoz berilsa ham u zo'r o'rganib ketadi. Yomon o'quvchiga zo'r ustoz berilsa ham u yaxshi o'rgana olmaydi. То есть hamma narsa o'quvchini o'ziga bog'liq bo'ladi. Поэтому o'zi bu muammo unaqa muammo emas. Da anaqa bu o'lishga tayyor bo'lib turadigan, ili bu dunyoni g'amini ko'tara olmayapman deb yashashga arzigulik muammo emas. Muammo bormi til bilan? Ishga olishmayaptimi? Til o'rganing. Imkoniyatingiz yo'qmi? Qanaqadir ishga kiring, o'sha oddiyroq ish bo'lsin. Misolli, lekin o'sha yerda пока bilmayman qayerda unaqa ish topasiz, правда. Da rus tili kerak emas bo'lsin.
Или, например, ayting sizni ishga olayotgan odamga, "Всё, men hozir, например, 1-2 oy davomida rus tili kurslariga boryapman. Например, yaxshi o'rganyapman. Menga imkoniyat bering. Oyligimni kamroq olsam ham, meni ishga oling. Menga juda ham ish zarur." Da вот birga ishni ham o'qish ham olib borishingiz mumkin bo'ladi. Yodingizda tursin. Вот bizda hozirgi kunda eng katta muammo. Juda ham ko'p odamlar 99 ta odam men dangasaman deb yozadi. Bu sharmanda. Qanaqasiga bu haqda aytish mumkin. Men o'g'riman deb aytmaydi-ku. Hech qachon. Men aferistman, nima qilsam bo'ladi degan savol bermaydi hech qachon. Bu sharmanda, bundan uyalish kerak. Bu nima degani? Bu degani bundan uyalish kerak va shu narsani bartaraf qilish kerak. Agarda siz 99% odamlar dangasa hozirgi kunda, siz agar o'sha dangasalardan, например, 100% dangasaman sizdek, tam 40% dangasarosiz. Qanaqadir anaqa quntingiz bor, harakatingiz bor hayotda. Bu degani sizda konkurensiya yo'q. Bu degani siz qanaqadir muvaffaqiyatga juda ham tez erishasiz, chunki konkurensiya yo'q. Konkurensiya вообще kam. Tushunsa, поэтому bu pozitsiyadan chiqib ketib, hamma narsani imkonini topsa bo'ladi. Bilmayman qancha vaqt davomida siz "Men becharaman, rus tilini bilmaganim uchun, tilni bilmaganim uchun ishga olishmayapti" deb qancha vaqt davomida siz o'zingizga rahim kelib o'tirdingiz, yig'labman, bilmayman. No, bu уже oxiriga tugash kerak bu. Всё. Katta odamning ishini bajaring. Хорошо? Teper agarda imkoniyati yo'qlarni diqqatiga, agar например siz rus tilini o'rganmoqchisiz, farqi yo'q, oddiy uchebnik kursga boryapsiz. Hozir bitta minus, yaxshi kurslar ham, yomon kurslar ham narxi bir xil bo'lib qoldi. Oylik to'lovi bu yomon. O'quvchi bilmaydi, dars berilishini sifatini bilmaydi. O'shga borib o'qisangiz bo'ladi, lekin har doim matnlar bilan ishlashingiz kerakligi, men buni sizlarga eslatishdan to'xtamayman. Agar siz rus tilini mustaqil o'rganmoqchi bo'lsangiz, nimalar qilish kerak? Matnlar bilan ishlaymiz va YouTube'dagi bor darslarni ko'ramiz. Конечно же, YouTube'dagi darslar unaqa yuqori sifatda emas, lekin yo'qdan ko'ra хотя бы это. Rus tilida filmlar ko'ring, harakat qiling, lekin hech qachon unaqa "Men becharaman, til bilmaganim uchun bu yovuz odamlar meni ishga olishmayapti" degan mana bunaqa teatrdagi bosh qahramon bo'lishdan to'xtash kerak va muammoni yechimini bilib uni yechish kerak. Вот и всё. Итак, do'stlar, taxminan 4-5 savolga javob berdim. Agarda sizga shu rubrika yoqayotgan bo'lsa, обязательно izohlarda olovchalar, yurakchalar qoldiring. Menga bu тоже motivatsiya bo'ladi, chunki men bilishim kerak sizlarga nima yoqyapti, nima yo'q. Bu savollarni o'zimiz o'ylab to'qib chiqqanimiz yo'q. Bu savollarni Instagramdagi direktga o'quvchilar yozishadi. Agar sizni ham qanaqadir savolingiz bo'lsa, bemalol direktga yozishingiz mumkin va keyingi videoda aynan siz savolingizga javob berishimiz mumkindir. Yana eslatib o'taman, например, meni hali tanimagan yangi odamlar ko'rganda, например, tam sal surbetroq, qattiqqo'lroq, tam tarbiyasiz o'qituvchi, tam deb o'ylashingiz mumkin. Lekin nimaga unaqa odam o'ylaydi? Потому что men прямо nuqtaga urdim-da javoblarda. Tushunasizmi? Поэтому har qanaqa yaxshi yomon fikrda bo'lsangiz ham baribir Instagramda anaqa izohlarda yozing. Savolingiz bo'lsa, direktda Instagramda sizni kutaman. Ko'rishguncha.